O'zbeklar orasida qozoqlar haqida maqol tarqatilgan, kamsituvchi, Atilla bilan o'zbeklarni og'ziga solish uchun KGB degan tashkilot bo'lgan. Shu tashkilotda shunaqa bo'limlar bo'lgan, maqollar va latifalar o'ylab topuvchi. Buni ochiq aytish kerak, bu arxivlarni ochib ko'rsak bo'ladi. Kamsituvchi o'zbeklar orasida qozoqlar haqida maqol tarqatilgan, kamsituvchi, Atilla bilan o'zbeklarni og'ziga solish uchun, qozoqlar haqida o'zbeklar haqida, tojiklar haqida shu tojikdan do'sting bo'lsang bunday bo'ladi, qozoqni anaqasi, bu hammasi bilib qo'ying, bu hech qanaqa xalq, milliy xalq folklor emas. Buni hammasi tepadan shu xalqlarni urushtirish uchun KGB tomonidan o'ylab topilgan maqollar va naqllar, shunday narsalar albatta bizni shu mintaqamizni urushtirish va bizning yakdil bo'lib, har doim inoq bo'lishimizga qarshi bo'lgan kuchlar tomonidan qilingan va bu hali ham davom etmoqda. Bu to'g'ri aytdingiz, bu juda xavfli. Bunday provokatsiyalarga uchishimiz kerak emas. Kecha men internetda ham ko'rdim. O'sha Samarqand kimniki, Buxoro kimiki ham yaxshi bilasiz. Lekin u buyuk shu Osiyo desak, menimcha ko'proq to'g'ri bo'lar. Chunki Tojikistonda biz aytilamiz, prezident aytiladilar, ikki tilda gaplashuvchi bir xalq. Shunday. Biz har doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlagan holda bir xalq bo'lib, bir xil pozitsiyada bo'lishimiz kerak va bevosita shu bizni ko'ra olmaydiganlar shu nifoq solishga harakat qiladi, albatta oramizni buzishga. To'ppa-to'g'ri aytasiz, shu Qirg'iziston, Tojikiston oxirgi chegara hududlaridagi Markaziy Osiyo davlatlarida bo'lgan ziddiyatlarda shu odamlar halok bo'lgan va bevosita tashqi kuchlarning o'rni bor albatta va O'zbekiston bosh shu o'rtada turgan holda shu janob prezidentimiz ikkita tomonni kelinglar bilan yaqinda intervyu berdi. Qirg'izistonning shu Sadir Jabarov shu O'zbekiston prezidentining e'tirof etdi tashabbuslarini, ya'ni kelinglar, yarashaylik, bitta xalqmiz, unday qilmanglar degan ikki tomonga chaqiriq bilan chiqqanlar va birlashtirgan holda yarashdi. O'zbekiston shu oxirgi 19 yilda tashqi siyosatda eng zo'r, men o'zim shaxsiy fikrim, balki ham shunaqa qo'shilsa kerak, 90-yildan beri eng yaxshi munosabatlar ko'rishimiz mumkin. Bu yerda men o'zbek hammaga rahmat, hamma qo'shni davlatlarimizga, lekin O'zbekiston prezidentining bevosita tashabbuslari, shu qo'shnilarni yaqinlashtirish, katta tashkilot sammitlar uyushtirish, Markaziy Osiyo muloqot klubini tuzish, buni hammasi shu butun dunyo, hatto shu Markaziy Osiyo plus Yevropa, Markaziy Osiyo AQSh sammitlari, shu Markaziy Osiyo Yaponiya, butun kuchli davlatlar hammasi bizni alohida davlat emas, Markaziy Osiyo, ya'ni beshlik bilan birga bir vaqtda muloqot qilishga chaqiryapti. Va bu bizning katta yutug'imiz. Tashqi siyosatda siz aytdingiz, biz qanday harakatlar bilan, mana shunday harakatlarga javob berishimiz kerak. Va bu narsa aytganingizdek ko'p harakat bo'ladi bizni oramizni buzishga, parokanda qilishga, bir-birimizga qarshi qo'yishga. Bu har doim bo'lgan. Buni hech qachon biz inkor eta olmaymiz. Yo'qotishimiz kerak emas, befarq bo'lishimiz kerak emas. Har doim ogoh bo'lishimiz kerak. Va do'stim, qo'shnichiligimiz, yaqin qo'shnimiz, shu uzoqdagi qarindoshlar, yaqindagi qo'shni yaxshi degan naqlga amal qilgan holda qo'shnilarimizdan doim yaxshi aloqada bo'lishimiz kerak va bir-birimizni doim qo'llab-quvvatlashga tayyor bo'lishimiz kerak.